alaykum Gidros obunachilari. Sizlar uchun mana shunday Evimax firmamizdan 20 litrli ham elektrga ham ishlaydi, o'rtoqlar, ham rushnoga ham ishlaydigan apparatimiz kelgan. Ko'rishlar mumkin, eng arzon narxlarda qilib qo'yganmiz. Va narxlari, sifatlari bo'yicha birma-bir tanishtirib o'tib ketaman. Buni o'rtoqlar ham rushnoda ham ishlasa ham bo'ladi. Va elektrda ham ishlasa ham bo'ladi. Buni tagida akkumulyator bo'ladi. Garantiyasi bor 6 oy. O'rtoqlar, komplektida hamma narsalar chiqadi. O'sha zaryadlagich va sechadigan narsalar chiqadi. Yonida esa akalar men ko'rishlar mumkin. Mana shu 20 litr, 16 litr, 15 litr o'zi litrini ko'rsatib turadi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Xo'p, o'rtoqlar, buni bakiga 20 litr dori ketadi. Akkumulyatorda ishlasalar 5-6 kunga bemalol yara beradi. Xo'p, o'rtoqlar, buni narxiga kelib turadigan bo'lsa, narxlar juda ham arzon chiqadi. Pastdagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. 12 viloyatga dastlabki xizmatimiz bor. Manzilni So'g'ra yangi bozor. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Narx tarafni ham bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Videomizga qolmasa like, podpiska tugmasini bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Gidros 6-do'kon edi.